Assalomu alaykum obunachilar, kanalimizga takror xush kelibsizlar. Xudo xolasa bugun yangi bir vakansiya bor. Mana shu Yevropada yurganlar uchun albatta juda ham bir zo'r zakonniy bo'lgan ish. Agar albatta usta bo'lsalaring, buni ham xabarni aytib o'tay. Srochno Belgiyada. Ya'ni misol ancha-muncha insonlar borib bir rohat bir ishlana olmaydigan yerda, albatta ular dokumentlarni qilib beradi. Ya'ni soatingizga 15 yevrodan beradi. Bu degani ya'ni bir oyingizga 172 soat ishlaysiz. Buni 15 ga ko'paytiradigan bo'lsak, roppa rosa 2580 yevro bo'ladi. Yotoqxona albatta beriladi, faqatgina yotoqda oyiga 250 yevro to'lashligingizga to'g'ri keladi. Xo'p, shanba, yakshanba kunlarda dam bo'ladi. Faqat ustalar, konkretni boradiganlar albatta bizga chiqsin inshaalloh. Mana shu yerga men Telegramda yozib qo'yapman, adminlarimda Telegramini. Men o'zim Instagramdaman, doimo Instagramdan nima qilaman, o'zi yetarli odam bor Instagramda. Shuning uchun ham bu safar Instagramni yozmayman. Albatta bu Belgiyada xohlovchilar bo'lsa, A1 sertifikat albatta qilib beriladi, bularni qilib turib jo'natiladi. Ya'ni xabarlaring bo'lsin azizlar. Mana shuni men srochniy sizlarga tezroq yetkazib qo'ymoqchi edim va bundan tashqari xudo xolasa vaqtga qarab turib albatta vaqtim bo'lganda Yevropaga 30 yevrolik ya'ni o'yinimizni ham boshlayapmiz xudo xolasa. Alloh nasib qilsa, indin mana shu telefon nomerlarini va bundan tashqari bank hisoblarini ham albatta mana shu ekranga qo'yib o'taman. Shunda albatta ya'ni 30 yevroga Yevropaga, Polshaga, Latviyaga, Litvaga bunga o'xshagan ya'ni davlatlarning birontasiga albatta bir nechta ichida priglasheniyalar bor qo'yyapmiz. Qiziquvchilar bo'lsa va bundan tashqari konditsioner, shu qimmat O'zbekistondagi eng hozirgi kunda moda bo'layotgan konditsionerlarni ham qo'yyapmiz, Alloh nasib qilsa. Nasib endi albatta kimga nasib qiladigan bo'lsa, xudo xolasa Yevropalarga yoki bo'lmasa mana shu konditsionerlarni olib beramiz yutuqlariga. Inshaalloh mana shunday bir nimalar qilamiz. Hammaning Alloh panohiga. Albatta ham takror aytamanki, tezroq agar Yevropada yurganlar bo'lsa, mana shu Telegram silkalariga murojaat qilsalaring yoki bo'lmasa biz sayohat olamida ham bor. Shularga murojaat qiladigan bo'lsalaring albatta bormoqchi bo'lganlarni sirazi bularni jo'natamiz degan umiddaman. Yana buni to'lovlari ham bor albatta. $300 to'lovi bor, lekin xabarlaring bo'lsin. Biz shaxsan o'zimiz topganimiz yo'q. Shuning uchun ham haligi bu yoqdagi xos mana shuni orqasidan non yeydigan insonlar bor. Mana shularga albatta pulini berishimiz kerak bo'ladi. Hammaning Alloh panohiga sog' salomat bo'linglar.